Tezkor xabar: Buxoroda 20 yoshli talaba o'z joniga qasd qilib xat qoldirib ketdi. Xatda nima deb yozilganini ko'rib qo'ying. Azizlar, videoni oxirigacha tomosha qiling. 27 aprel kuni Buxoro Davlat texnika universitetidagi yangi qurilgan yotoqxonaning birinchi qavatida yashab turgan birinchi kurs talabasi o'zini osib, joniga qasd qildi. Bu haqda qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Tahririyat Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov bilan bog'landi. Uning ma'lum qilishicha, 2005-yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan birinchi bosqich talabasi Ashe, jinsi erkak, 27 aprel kuni taxminan soat 07:23 larda o'z joniga qasd qilgan. O'limidan oldin talaba xat qoldirgan. Xatda marhum o'limi uchun hech kimni ayblamasligini yozgan va ota-onasidan kechirim so'ragan. Bildirilishicha, prokuratura tekshirish harakatlarini olib bormoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning 6-dekabr kuni ham Buxoro muhandislik instituti, hozirgi Buxoro Davlat texnika universitetining 23 yoshli talabasi institut yotoqxonasida uksus ichib o'z joniga qasd qilgan edi deyilgan xabarda.